3 yosh bolaga nima deyishni bilmas edim. Bolam urganimda aybdorlik his qilganman. Yerga yotib yig'lashlari bor edi. To'satdan baqir-chaqir qilar edi, isterikaga tushar edi. Men ongli ota-onalik kursida o'qigan bir onaman. Farzandim hozir 11-12 yosh atrofida, kichkinam 1-sinf, lekin bungacha men onalik nima, qanaqa bolani tarbiyalash kerak, qanaqa mehr berish kerak, hech qanaqa birinchi farzandimda tushunchaga ega bo'lmaganman. Tuqqanimdan keyin, tug'ruqdan keyingi depressiyalarda chiqib ketishimga hurriyati juda ham katta roli bor. Farzandimga o'sha asabiy bo'lib, doim naprejeniyada qarardim. Keyin mehr berishi, tarbiya bunaqa qiyin masala emasligini Hurriyat Rahmatullayevani ongli ota-onalik kurslarida qatnashib, juda ham yengil va oson ekanligini, mehr, farzand bilan muloqot, hammasi sekin-sekin bo'lgan. Bolani tilini topib, ko'proq muloqotda bo'lib, bolaga ko'proq vaqt ajratib, oila bilan ham, bola bilan ham hammasi balansda ushlashni o'rgatgan. Hozir 1-sinf o'quvchimni ham maktabga chiqqandan keyin adaptatsiyasida qiyinchiliklar bo'ldi. O'rtoqlari bilan muloqotlarida, do'stlashishda, kirishimli emasligida hammasini hurriyat bilan maslahatlashib, o'rganib, bu etapdan ham o'tdik. Bilsam, bolani eshitmaganligim, uni tushunmaganligim, mendagi asabiylik holi bolada aks etganligi bo'lgan. Terapiya qilib chiqib ketganman. Masalan, oiladagi muhit bilan bolani alamini olish, shunaqa narsalardan Xudoga shukr ancha farqli olib, o'zimni o'sha paytda jahlimni o'tkazib olib, bola bilan o'tirib, keyin gaplashaman, chunki hurriyat menga shunaqa o'rgatgan. Chunki onamda ham o'sha oila bilan bo'lgan masala farzandlariga bo'lgan muloqotda aks etgan bo'lganligini keyinchalik tushunib yetdim. Kursi hamma bo'lajak onalarga ham, hozir farzandlari o'tish davridagi onalarga ham, hamma onalarga, hattoki turmushga chiqayotgan qizlar ham ertaga ona bo'laman desa ham tavsiya beraman, chunki даже o'sha tug'ilgan bolani ham tarbiyasi даже boshidan bo'lar ekanda.